Go'zalda Biloliy do'konini shundoqqina ro'parasida yo'l yoqasida joylashgan mana shu joyda noturar joylarimiz arzon narxda ijaraga beriladi. Narxini ichsani kulib olasizlar akalar. Kvartira narxidan ham qulay bo'lib ketishdi. Mana avtotuyning bilganlar ko'p bo'lsa kerak, shuni yonidagi nom-markazini ikkinchi etajda. Xo'p, 8 ga 4 metrlik katta keng xonamiz bor. Ofisvetda foydalanaman degan aka-ukalarimiz uchun narxi $150 ga oylik kelishuvga shundoqqina berib beriladi. Undan tashqari mana savdo do'koniga, oziq-ovqatga yoki bo'lmasa boshqa biznes qilaman degan aka-ukalarimiz uchun 20 kvadratda kattaroq bo'lgan do'konimiz. Bu do'konimizni ham $300 ga yana ozmoz o'tib beramiz, kelishamiz deb turishdi. Uzoq muddatli oladigan aka-ukalarimiz bo'lsa, yana ham arzonroq beramiz deb turishdi. Undan tashqari akalar, mana shu katta darvozamiz orqali kirib borsak, ikkinchi etajda chevarxonami yoki boshqa biznes boshlaman degan aka-ukalarimiz uchun 90 kvadratli binoyimiz bor. Hop, bu joyimizda akalar $150 ga beramiz deb turishdi. Juda ham qulay. Undan tashqari yana yon tomonda yechinib kiyinish, undan tashqari o'zinglar uchun oziq-ovqat pishirish, kugna qilib foydalansani qo'shib beraveramiz deyishdi. Uni ham 250 da yana ozmoz o'tib beraman deb turibdi. Akalar, katta binoyimizda 4 ta joyimiz bo'sh turgan ekan, kelib foydalanib olaverasizlar. Lokatsiya Telegram kanalida bo'ladi. Elektrdan muammo yo'q, 3 faza elektri, suv svetdan muammo yo'q. Akalar, kelinglar, xudo xolisa, yana ham arzonroq qilib beraverishadi. Akalar, maksimal do'stlarga bir layklar bo'lsin. Bizni qo'llab-quvvatlab, a'zolikni bosib boramiz.